Bizga Dubay shahrida mana shu diskani yuborishgan. Mana bu yo'llari jijja qiyshagan ekan, bu tomon qarab ezilgan. Mana bu tomonlar ham avariyli holatda. Mana shu diskamizni o'zi chiroyli qilib tuzatib, bizani ustalarni nimaga qodirligini ko'rsatib qo'yishimiz kerak. Videomizga like bosish esdan chiqmasin. Assalomu alaykum, o'rtoqlar. Mana bu spor bo'lib qoldi. Mana shunda Dubayda hech qilmay muzlatuvdi. Ko'ryapsizlar mana. Aylanishini. Mana bizni garajda, mana Dubaydamiz. Dubay nomor. Biz haromiga, haromi. Dubaydamiz biz. Mana shu spor bo'yicha jo'natyapmiz. Mana shu gap keluvdik, nimalar ko'rib bo'lmaydi. Spor bo'yicha Buxoroga xudo xolasa jo'natamiz, akamiz qilib beradi. BMW'ni muxlislari bu diskani tanigan bo'lishlari mumkin. M8 diskasi bu. Hozircha brak begonchini kesishdik. Ana endi vasmerkasini to'g'rilab, orqa qismiga yangi bo'lakdan o'rnatamiz. Bu ishimiz ham oddiygina ish bo'lgani uchun bir fasda bo'ldik. Rangini o'zlari Dubayda qilar ekanlar, orqa qismiga boshqa diskini ulab qo'ydik. Aylanishiga bitta o'zlaringiz baho berib qo'yasizlar. Kelasi gal bundan ham qiyinroq ish bo'lsalar, uni ham nasib bo'lsa qilib ko'rsatamiz. Aylanishlar hammasi chiroyligina bo'ldi. Diskani yarmi almashsa balanstrokaga javob beradimi, yo'qmi deyishingiz mumkin. Mana hozir ko'ramiz, balanstrokaga javob beradimi, yo'qmi. Qancha gruz so'raydi? Aylanishi chiroyligina bo'ldi. Mana 0.15. Ana shunday kichkina gruz so'rayapti. Hozir bironchiga gruzga yopishtirilmagan. Hamma yog'i talabga javob beradi.